2025-yil 14-oktyabr kuni muhtaram prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan video selektorda bergan topshiriqlarga asosan respublika bo'ylab tozalik oyligi o'tkazilayotganligi munosabati bilan bugun Quva tumanida ham bu ishlarda natijasini amalga oshirish bo'yicha ishlar tashkillanyapti. Quva tumanida jami 63 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, ushbu mahallalarda hozirda barchasida tozalov, obodonlashtirish ishlari olib boryapti. Hozir mana bugungi kunda Quva tumani Turk mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi ko'p qavatli uylarda atrofida yig'ilib qolgan noqonuniy chiqindixonalar bartaraf etish ishlari tashkil etilmoqda. Shu jumladan aytib o'tardik, hurmatli fuqarolardan iltimos qilardik, xonadonlardan chiqqan, korxona tashkilotlaridan chiqqan maishiy va ro'zg'or chiqindilarini belgilanmagan joyga tashlamasliklari, belgilangan joyga tashlashlarini iltimos qilib qolardik. Hozirgi kunda mana belgilanmagan joyga tashlagan fuqarolar aniqlanib, maishiy chiqindilarni ularga chora ko'rish ishlari olib borilmoqda.